Yana bir muhim narsa, hali umrida Dubayga hech qanaqa investitsiya qilmagan, uy olmagan odam qanday ishonishligi mumkin? Chunki o'zimiz ham oddiy narsa bozorga borsak ham bir narsa olayotib har xil savollarni beramiz, tekshirib keyin olamiz. Odamlar uy olayotganda bu, конечно, albatta bu xayolni bir joyga to'plab, ancha tekshirib oladigan narsa. Xuddi shu narsani bilgan davlat juda ham bir yaxshi investitsiya qiladigan investorlar uchun qulay bo'lgan sistemani o'ylab topgan. Buni escrow hisob raqam deb qo'yadi. Biror bir quruvchi kompaniya agarda uy qurmoqchi bo'ladigan bo'lsa, shu loyihasi uchun aynan alohida bir escrow hisob raqam ochish kerak. Va bu escrow hisob raqamni Zemельный departament o'zi kontrolировать qiladi. Men xaridor bo'lsam, borib turib proyektni tekshiraman. Bu proyekt yoqdi, yoqmadi. Agar yoqqan bo'lsa, buni escrow hisob raqami bormi? Bor. Shunda meni bergan pulim to'g'ridan to'g'ri escrow hisob raqamiga tushadi. Bu quruvchi kompaniya ma'lum bir uyni bitirmaguncha, uyni masalan 5 etajini, 6 etajini, necha etajini bo'lsa ham 30%ni, 40%ni bitirmaguncha u hisob raqamdagi pulni ola olmaydi va Zemельный departament bermaydi. Zemельный departamentdagi bu escrow hisob raqamdagi pulni quruvchi kompaniya olaman desa, Zemельный departament kelib tekshiradi. Yozib qo'ygan 30%ni butdinglarmi? Ha, butdinglar. Qarab tekshiradi, 30%ni butgan bo'lsagina shundan pulni chiqarib berish mumkin. Bu investitsiya qilayotgan investorlar uchun juda ham qulay narsa, chunki bu quruvchi kompaniya u sizning pulingizni olib, uyni bitirmasdan ketib qola olmaydi. Bu juda ham muhim narsa. Shuni bilib olinglar deb aytdim. Qanaqa savollar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum.